Happy birthday to me. 30 yoshligimga o'zimga sovg'a qilib, zo'r fotosessiya qildirdim. Bunaqa fotosessiya qilishni anchadan beri orzu qilib yurgandim. Birinchi bo'lib to'g'ri fotograf tanlash kerak edi. Fotografga muqaddamni tanladim. Adashmagan ekanman. Kadrlarni qarang qanaqa живой va yarki olganlar. Fotograf xizmati $200 ga aylandi. Endi stilimizga o'tamiz. Sochimni o'zim uyda qildim, tekinga chiqdi. Makiyajimni esa uyim tarafdagi salonda qildirdim, 250 ming so'm bo'ldi. Fotosessiyani botanika bog'ida qildik, kishi boshiga 30 mingdan kirish ekan. Fotosessiya uchun hayvon tanlashdi. Menga Alimov Animals yordam berishdi. Ularda hamma yovvoyi hayvonlar bor ekan. To'g'ri tanlovni birga qildik. Menga bu fotosessiya rosa yoqdi. Bu qush bilan fotosessiya qilish $150 ga bo'ldi. Ko'ylagimni esa va tug'ilgan kunimdagi ko'ylakni Dilnaz Dresses'dan oldim. Abaya 1 million, mana bu ko'ylak ham 1 millionga tushdi. Hammasi birga nech pulga aylandi hisoblab kommentariyaga yozing. Nima deb o'ylaysiz? Bu fotosessiya shu narxga arziydimi? Men yana bir marta xuddi shunaqa fotosessiyani xuddi shu narxga qildirgan bo'lardim.